Assalomu alaykum. Dedemni tuzataman deb Rossiyaga ishlarga ketdi. Bolam taqdiri nima bo'ladi deb kechasi bilan o'ylab chiqaman. Kechasi bilan Oramizda shunday insonlar bor, oddiy loysuvo qilingan remontsiz uyda yashab jon saqlashadi. Ular hayotidan mamnun, nolishmaydi, chidab yashab kelishadi. Lekin farzand kasal bo'lsa-chi, farzand bemor bo'lsa, bunga chidab bo'ladimi? Videoga like bosib, istoriya qilib ko'proq insonlarga tarqatish uchun bu oilalar yana qay darajada nochor bo'lishi kerak. Biz hozirda Qashqadaryo viloyati Koson tumaniga kelganmiz. Bu qizchaning ismi Farida, 9 yoshda. Og'ir xastalik boshiga kelganidan hattoki sochlari ham yaqinda olishdi. Hozirgi kunda Farida jigar sirrozining og'ir bosqichida kurash olib boryapti. Hayot bilan zudlik bilan chet davlatiga operatsiyaga jo'natishimiz lozim. Oddiy oila, azizlar, bilasizlar, jigar sirrozi operatsiyasiga $25,000 mablag' talab etiladi. Bularda umidi yolg'iz siz u bizdan. Dadasi bir necha yildan beri Rossiyada ishlaydi. Qizimni saqlab qolaman, operatsiyasiga mablag' topaman, lekin qo'lidan kelmayapti. Bugun 28-aprel haftaning seshanba kuni. 48 soatga bu videoni yoqdik. Qo'lingizdan kelgancha ehson qilinglar. Men jigar sirrozi kasali bilan iltimos sizlarga yordam berishingizni so'rayman. Men ko'chaga chiqib o'ynashni xohlayman, maktabga chiqishni xohlayman, dugonam qator yurishni xohlayman. Operatsiyaga o'zini onasi jigarni bermoqchi donor bo'lib, sharoitni ko'rib turibsizlar, sharoit juda ham og'ir. Siz u biz yordam qilmasak, bu qizcha yana yillar davomida bemor bo'lib, xasta bo'lib qolib ketish ehtimoli bor. Azizlar, aytib o'tganimdek, birinchi navbatda videoga like bosasiz, 5 ta do'stingizga yuborasiz va shu videoni istoriyangizga qo'yasiz. 48 soat ichida biz birgalikda bu qizchaning operatsiyasiga o'sha aytilayotgan mablag'ni yig'amiz.